Yaponiyadagi atomli bombardimonga AQSh nuqtai nazaridan qaraymiz. 1945-yilning 16-iyul kuni AQShning Nyu-Meksiko shahridagi poligonda dunyodagi birinchi muvaffaqiyatli atom qurolining sinovi o'tkazildi. Portlash kuchi taxminan 21 kiloton trotilni tashkil etadigan bomba Amerikaning harbiy kuchini qudratli qildi. 1945-yilning 24-iyul kunida o'tkazilgan Potsdam konferensiyasining ertasiyoq Truman 3-avgustdan boshlab bombardimon qilish to'g'risidagi buyruqni tasdiqladi. Bunga ko'ra Hirosima, Kokura, Niagata yoki Nagasaki shaharlaridan biriga ob-havo qulay bo'lishi bilan atom bomba tashlanishi rejalashtirildi. Harakatlar boshlandi. 1945-yil may-iyun oylari davomida Amerikaning 509-aralash aviatsiya guruhi Tinian oroliga yetib keldi. Oroldagi guruh boshqa birliklardan bir necha mil uzoqlikda joylashgan bo'lib, juda ham qattiq qo'riqlangan. 28-iyuldan 2-avgust kuniga qadar Hirosimaga tashlangan atom bombasining tarkibiy qismlari samolyotlar yordamida Tinian orolidagi AQSh harbiy bazasiga keltirildi. Amerikaning birinchi nishoni Hirosima shahri edi. Nagasaki va Kokura zaxirada edi. Truman bergan buyruq 3-avgustdan 6-avgustgacha bombardimon qilishni talab qilgan bo'lsa-da, ob-havo noqulay kelganligi sababli qalin bulutlar bunga to'sqinlik qilardi. Aziz tomoshabin, mavzumizni davom ettirish barobarida sizga o'zimni shaxsiy vlog kanalimni tavsiya etaman. Ushbu kanalda men, ya'ni Ustalqin kanali admini haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Kanal silkasini описанияda qoldirib, barchangizni shaxsiy kanalimda kutaman. 6-avgust kuni soat 1:45 da amerikalik B-29 bombardimonchisi 509 aralash aviatsiya polki komandiri polkovnik Pol Tibets atom bombasini Tinian orolidan 2500 kilometr uzoqlikda joylashgan Hirosimaga qarab olib ketdi. Komandir Tibets boshchiligidagi guruh tarkibida yana 6 ta samolyot bo'lgan, 2 ta nazoratchi va 3 ta ayg'oqchi samolyoti. Nagasaki va Kokuraga yuborilgan ayg'oq samolyotlari ushbu shaharni bulut bilan qoplangani haqida xabar berishdi. 3-ayg'oq samolyotining uchuvchisi mayor Iserli Hirosima osmoni musaffo ekanligini bilib, birinchi nishonga bomba qo'ying degan signal yubordi. Ertalab soat 7larda Yaponlarning ogohlantiruvchi radarlari Yaponiyaning janubiga yo'l olgan bir nechta Amerika samolyotlarini aniqladi. Ko'plab shaharlarda, shu jumladan Hirosimada ham havo hujumi e'lon qilindi. Taxminan soat 8larda Hirosimadagi radar yaqinlashayotgan samolyotlarning soni 3 taligini aniqlab, havo reydini bekor qildi. Yaponlar amerikalik bombardimonchilarning kichik guruhlariga harbiy zaxirani tejash maqsadida to'sqinlik qilmadilar. B-29 samolyotlari ko'zga tashlansa, bombadan saqlanadigan joylarga yashirining. Bu Amerikaning havo hujum kuchlari emas, shunchaki razvedka olib borilyapti degan xabar radiolar orqali tarqatildi. Mahalliy vaqt bilan ertalab soat 8larda B-29 samolyoti 9 kilometrdan yuqori bo'lgan balandlikdan Hirosima markaziga atom bombasini tashladi. Bomba qo'yib yuborilgandan so'ng u shaharga qarab taxminan 45 soniya davomida uchib, yiqilishining 43-soniyasida soat va barometrik triggerlari bir vaqtning o'zida ishga tushirilib, sug'urta faollashtirildi. Bomba aniq hisob-kitoblarga ko'ra yerdan 576 metr balandlikda portladi. Ushbu xabar voqeadan 16 soat o'tgach Washingtonga yetkazildi. Atom bombaning portlashi shunchalik kuchli ediki, bir soniyada sog'lom odamlardan faqatgina soyalar qoldi. Ushbu soyalar portlash vaqtida hosil bo'lgan yuqori darajalik issiqlik tufayli paydo bo'lgandi. Hirosimadagi portlash vaqtida darhol 70,000-80 ming kishi vafot etdi. Portlash markazida bo'lgan odamlar oddiygina molekulalarga bo'linib, o'zlaridan hech qanday iz qoldirmadilar. Markazdagi harorat Selsiy bo'yicha 4000 darajani hosil qilgandi. Portlash markaziga yaqin bo'lgan odamlar yonib ko'mir holatiga kelishdi.
Qushlar esa havoda yonib ketishdi. Dastlabki bir necha soniyada portlash markazidan 800 metr radiusdagi odamlarning 90% halok bo'ldi. Atom bombasi Hirosimaga tushgandan so'ng tirik qolganlarning hammasini Nagasakiga evakuatsiya qilishni boshladilar. Ammo oradan bir necha kun o'tgach, Nagasakida ham xuddi shu holat takrorlanishini hech kim bilmasdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Hirosimada 286.818 kishi, Nagasakida 162.183 kishi vafot etgan. Ikkala shaharning umumiy aholisidan 201.779 kishi tirik qoldi. Ularga Hibakusha laqabini berishdi, ya'ni yadroviy bombardimondan omon qolganlar. Omon qolganlarning bari keyinchalik nurlanish kasalligidan vafot etdilar. Aziz tomoshabin, bugungi videomiz shulardan iborat edi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozing va albatta kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.